Do'stlar, hozir ko'rib turganlaringdek bu daraxtni bog'lab tashlashgan, xohlagan tarafga, kelgan tarafga bog'lab tashlashgan. Hozir bunga shakl berishga harakat qilamiz. Biz hozir keraksiz shoxlarni olib tashlaymiz. Kerak emas. Qancha shox ko'p bo'lsa, shuncha kasallik ham kelish oson bo'ladi. Birinchi o'ringa pastdagi shoxlarni olib tashlaymiz. Hop. Hop, bu yerga bitta ketyapti, bu yerga bitta ketyapti. Bu yerga bitta ketyapti, bu yerga bitta ketyapti. Bu kerak emas. Ochib qo'yish kerak. To'g'ri sepayotganda ham iloji boricha to'g'ri tegadigan qilib ochib qo'yish kerak. Qancha yoshartirsa, shuncha tezroq katta bo'lib, shuncha tezroq hosilga kiradi. Hop, bu yerda ham hozir shox juda ham ko'p. Bizga hozir ikkita yoki ko'pi bilan 3 ta shox bo'lsa bo'ldi. Hop, bitta shox ketyapti bu yerga. Hop. Bitta shox bu yerga ketyapti. Olib tashlaymiz. Hop, bitta, ikkita. Hop. Kerak emas. Tepasidan chiqqan shox iloji boricha olib tashlash kerak, kerak emas. Hop, bu yerda ham bu noto'g'ri o'sib ketyapti, uni olib tashlaymiz. Iloji boricha shakl berishga harakat qilib ko'raman hozir. O'zlaring baho berib ko'ringlar. Yaxshi bo'ldimi, bo'lmadimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Yaxshi bo'ldi yoki yaxshi bo'lmadi. Yoqdi, yoqmadi deb ketinglar. Shox ko'p, bitta, ikkita, hop, bu yoqqa ketsin, bu yoqqa ketsin. 3 ta, 4 ta. Hop. Hozircha bu yil mashina qoldiramiz. Mevasini olib bo'lgandan keyin hozir hosilga kirgan, ko'rgan bo'lsalaring, daraxt shoxlari ko'p bo'lgani uchun hosilga kirgan shox barg ham chiqargan. Bu yil mashina qoldiramiz, keyingi yilga hop, bu shox bilan bu shoxni qoldirib, bu ikkitasini olib tashlaymiz. Iloji boricha yonga qaratib o'stirishga harakat qilamiz. Shunaqa gaplar do'stlar.